yangi kelgan tovarlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Hop, yangi kelgan tovarlarimizda mana shunday koftachalarimiz kelgan qizlarimiz uchun razmerlari. Hop, 4 yoshdan bemalol 8-9 yoshgacha bo'ladigan razmerlari bor. Bularning rasvetkachalari, bunaqa rasvetkasi, mana rasvetkachalari bor, mana shunaqa toshlari qurilgan, kapalakchalar bilan ko'chmaydigan, o'sha chotki narsa bo'ladi. Hop, narxlariga keladigan bo'lsak 48 ming so'mdan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Bemalol dastavkalarni ham chiqarib beramiz. Hop, yana keyingi mahsulotimiz mana shunaqa. Hop, qizlarimiz uchun mana shunaqa dvoykachalarimiz kelgan, bu trikochasi. Ichlari mana shunaqa issiqqina bo'ladi, nachoschalik bo'ladi. Narxlari 140 ming so'mdan. Hop, bularning razmerlari 3 yoshdan 6-7 yoshgacha tushadigan razmerlar bor, kapchonkachalar bor. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bu yoqda zamoshkalari bo'ladi. Ochilib yopilib, hop, qisqachalari ham rabochiy. Narxlariga keladigan bo'lsak 140 ming so'mdan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Hop, keyingi mahsulotimiz mana shunaqa sviterchalar bo'ladi. Bunaqa biryozovoy rangchasi, golubay rangchasi. Bular ham juda ham mehki, tonkigina bo'ladi. Bemalol maktab deysiz ham, boshqa deysiz ham kiydirib yurasizlar. Hop, mana bunaqa ko'rinishdagisi ham bo'ladi, mana bu rangdagi. Hop, bularimizni narxi 55 ming so'mdan, golubay ranginiki 50 ming so'm. Bemalol kelib xaridlaringizni amalga oshirishlaringiz mumkin. Bemalol 4-5 yoshdan 6-7 yoshgacha, 8 yoshga ham razmerga qarab tushiradi. Hop, keyingi mahsulotimiz mana shunaqa bomberchalarimiz. Bular kashmir materialdan kelgan. Sifatlari juda ham a'lo darajada, ichlari ham issiqqina, bittagina futbolkacha bilan kiydirib ketaverasiz. Hop, razmerlariga keladigan bo'lsak 2-5 yosh bo'ladi. Narxlari 72 ming so'mdan kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Hop, 50 minglik sviterimizni mana bunaqa ko'rinishda, oq rangdagisi. Toshchalari ham juda ham sifatli qo'yilgan. Bularning mana bunaqa oq toshchaligi bor, oq qora ozgina aralashgan toshchaligi ham bo'ladi. Hop, keyingi mahsulotimiz mana shunaqa bombercha, bu o'g'il bolalarimiz uchun mana shunaqa rasvetkada kelgan. Sifatlari prosta bomba narsa. Buni ushlab kelib ko'rsalaringiz, juda ham sifatini bilib olasizlar. Hop, qizaloqlarimiz uchun bomber mana bunaqa rasvetkasi. Bular ham juda ham mehki, xuddi o'sha sifatda. Mana bu yelkalaridan ko'rsalaringiz bo'ladi. Bular ishlab chiqarishimiz chista Xitoy fabrikani narsalari bo'ladi. Hop, dvoykachalarimiz o'g'il bolalarimiz uchun mana shunaqa xaki rangda bo'ladi. Bu trikochasi razmerlari 2-5 yosh bo'ladi. Mana bunaqa xudilar bilan birga kelgan. Bularning narxlari hop 85 ming so'mdan kelib xarid qilsalaringiz bo'ladi. Dvoykachamizni yana bir xili mana bunaqa ko'rinishda, rangsiz rasvetkachasi, bu ishtonchasi. Mana bu yerda mana xudichasi bo'ladi. Hop, bular bez nachos. Mana shunaqa ko'rinishda 2-5 yosh 85 ming so'mdan kelib bemalol bizdan xarid qilishlaringiz mumkin. Hop, mahsulotlarimiz yana ko'p, batareyasiga sig'magani uchun yana hozir boshqa reys qilib taxlab uni ham qo'yaman. Narxlari bilan tanishtiringizlar. Bemalol zakazlarni berishingiz mumkin.